muammolar bo'yicha, qo'ra bo'yicha. Assalomu alaykum. Men Agrobank boshlig'i yangi boshlig'i Xo'jayli Umidman. Shu nimada o'tirayapman hozir. Tanishganimizdan xursandmiz. Xursandman. Xush kelibsizlar akajonlar. Sizlar bilan yurtboshimiz tomonidan hozirgi kunda 2 oyda bir marta uy tajribasida 2 yildan beri shunaqa rahbar xodimlar mijozlar bilan uchrashuv o'tkazib, ya'ni tadbirkorlar qanaqa muammosi, bank muammosimi, boshqa muammolarmi, hokimiyat tomonidan qanaqa muammolar bo'lsa, o'ylab kelguncha shu suhbat o'tkazib, nimalar jarayonlar bo'lyapti hozirgi kunlarda. Shu bo'yicha shu sizlar vaqtlaringizni olib uchrashuv o'tkazamiz. Shunga qanaqa muammolaringiz bor, nimalar bor, bankda nima kamchiliklar bor, qanaqa yangiliklar qilaylik, qanaqa yanada takomillashtiraylik bankni, qanaqa mijozlar yoqmayaptimi, nima mijozlarga qanaqa xizmatlar yoqmayaptimi, mana xodimlarimni yoki kutib qo'yaptimi, navbat kutishlarim, qanaqa masalalarni shu bo'yicha bugun shu 3 tajribasida ochiqroq bo'lyapti. Biza maktabgacha ta'lim va maktab nimasidan kelganimizda